dengiz sathidan 2873 metr. Assalomu alaykum qadrdonlar. 29 may 2026 yil. Arashanbuloqqa qarab yuryapmiz. Bir oz shu yerda toza havodan nafas olaylik deb to'xtadik. Manzara zo'r. Arashan ko'llari, uzun ko'l yoniga yetib keldik. Bu yoqda yana bitta kichkina ko'l bor. Uni yoniga o'tmaymiz. Ko'l u tarafiga o'tib joylashamiz. Keyin bu yoqda Tulpor ko'l, Oyna ko'lga qarab o'tamiz. Havo salqin. Xudo xolasa soat millarimiz 14:30. Hozir ko'lni narigi qismiga o'tib ketyapmiz, chunki bu yoqqa o'tib Tulpor ko'lga chiqamiz. Bugun Arashan ko'llarida odam juda ham ko'p. Men bunaqa odam ko'pligini umuman ko'rmaganman. Yani baba yerga şöyle otda bile diyor ki Boydaldiga ketayotgandimi? Ozgina aybim bor. Yolg'on gapiradigan. Xo'sh, ortimizda uzun ko'l. Hozir Tulpor ko'l bilan Oyna ko'l tarafga chiqib ketyapmiz. Palatkamizni mana bu joyga tikdik. Kechga qaytamiz. Hozir soat millarimiz 15:40. Ertalab Namangandan 6:00 da yo'lga chiqqanmiz. 11lardan o'tganda yetib keldik, 12larga yaqin. 12dan o'tuvdi. Iloji yo'q. Shu aytganda zapas paypo olganida. Iloji yo'q. Yo'q, bu yoqdan qor ko'chki bo'ladi. Yomg'ir ko'p yoqqanda suv kattaroq tushadi. Shular hisobiga. Ana shu Niva uni ortida turgan palatkalar biz palatkalarimiz. Ana shu joyda bugun tunda o'tkazamiz. Endi esa yo'lda davom etamiz. Manzarani qaranglar, ajoyibligini. Mana buni ustiga chiqib suratga tushsangiz, mana bu ro'parandagi ko'lning nomi Oyna ko'l deyiladi. Rostdan ham oynaga o'xshaydi. Mana bu joydan qarasanglar, bu taraf aksi shundoq tushib turadi. Namangan viloyati Pop tumani Arashan ko'llarini 1, 2, 3-ko'li.
Hozir qor bor. Biz avvalgi ko'rsatuvimizda, ya'ni avval Arashanga kelganimizda kuz payti edi, sentyabr oylari edi. Shu sababli suv bunchalik ko'p emas edi. Atrofida qor yo'q edi. Mana shu joylar. Manzarani ajoyibligini qaranglar. Shvetsariya deyishadi. Shvetsariyadan nima kam? Ha? Jilg'ani qarang bu. Ariqchada bu, jilg'a ham emas, bu kattagina ariqcha. Mana bu joyga cho'p cho'milsa bo'ladi, lekin suv juda ham sovuq. Hozir ortimizda turgan qoyani adashmasam Arashan cho'qqisi deb atashadi. Adashgan bo'lsam to'g'rilab ketasizlar, lekin buni orqasida Tulpor ko'li. Mana bu suv ham adashmasam Tulpor ko'ldan va bu yoqdagi buloqlardan, bu yoqdagi qor suvlari erib tushib kelyapti. Ha, buni kelib o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Mana eng katta ko'li desa ham bo'ladi. Eng chuqur ko'li Tulpor ko'li. O tepalarda hali muzlar erimagan, qor erimagan. Muz desa ham bo'ladi, chunki qor suvga tushsa erib ketadi-ku, muz erimagan. Bu tarafdan kichkinaga o'xshaydi, lekin buni aylanib o'taman desangiz ancha vaqtingiz ketadi. Hozir pastroqqa tushib, pastroqdan sizlarga bu ko'l haybatini ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'sh, boshlagan joyimizdan, ya'ni Uzunko'ldan shu yergacha 2 kilometr yo'l bosib keldik, 1 soat yo'l yurdik. Dengiz sathidan 2873 metr. Podyomimiz 175 metr, spust, ya'ni pastga tushganlarimizni hisoblasak 69 metr. Dengiz sathidan balandlik yuqori bo'lganligi uchun nafas olish, kislorod masalasi shunga yarasha bo'lyapti. Ya'ni odam tez charchab qoladi, lekin mana bu ortimdagi manzarani ko'rish uchun bunaqa yo'ldan yana bir 2-3 tasini bosib o'tishga har qanday odam tayyor bo'ladi. Faqat buni kelib o'zini ko'zi bilan ko'rgandan keyin. Qaranglar ajoyibligini. Bu mana bu joydan turganda kichkinaga o'xshaydi, lekin anchagina katta. Kamida 350-400 metr oxirigacha. Bunaqasi undan sal uzunroq. Chuqurligi ham bir bo'lsa kerak 5-6 metr. Baliq bor ekanmi? Oy. Baliq yo'q, lekin chuqurligi yaxshigina chuqur ekan. Sal neriroq meni ko'madi. Tay ko'rinar ekanmi? Suv tinar ekanmi shunaqa?
Suvi tiniq, bir 1,5 metrcha joy ko'rinadi. U yog'i xiralashgan. Go'zallik, yaratilgan go'zallik san'at asarini muallifini kuch-qudratini ko'rsatadi deydi-yu. Bu endi cheksizlikdan biri deymizmi bu go'zallikni? Allohning yaratgan mo'jizalarini cheksizlikdan, ya'ni shunaqa bir chegarasi yo'q mo'jizalaridan biri. Bunga hamd aytmasdan o'ziga hamd keltirib, o'ziga shunday mo'jizalarni yaratganiga, shu narsalarni ko'rishga sabab chiqib qo'yganiga va qolgan insonlarga, sizlarga xususan mana shu ekran orqali bo'lsa ham ko'rsatishga sabab chiqib qo'yganidan Allohga hamd bo'lsin. Bunaqa joylarni, bunaqa go'zal joylarni sizlarga ko'rsatib yurish yana ham nasib qilsin. Akmalxon aka Shvetsariyani, Amerikani ko'rgan odamlar, lekin Shvetsariyadan chiroyli deyaptilar. Endi hozir yanada chiroy qo'shib turgan narsa mana bu qorda. Agarda qor erib ketsa ham chiroyli bo'ladi, lekin bu darajada bo'lmaydi. Uzun ko'lli yuqori qismidagi tog'larni quyosh botishdan oldingi manzarasi. Havo juda ham toza. Mana ko'l tarafga qarab sekin yurib boraman. Mana bu joylarda qor eriganiga, hozir yorug'lik o'ynab bo'lmaydi. Mana bu joylarda qor eriganligi uchun moychechaklar juda ham ko'p ochilgan. Mana bu tarafga qaranglar. Ajoyib manzara. Mana shu joydagi qorlar, masalan, mana shu bitta liniyadagi qor yoniga borsanglar, 1,5-1 metr atrofida. Uzoqdan kichkina bo'lib ko'ringani bilan. Mana o'sha uzun ko'l. Uzun ko'lning tepasiga qaytdik yana. Endi palatkamiz. Niva. Uni yonida bizni palatka. Ana shu joyga tushib borib, tunda shu yerda o'tkazamiz. Bugungi emotsiyalarimiz ajoyib. Ana bu zovun nari tomonda yetim ko'l. Kattasi qaysi ko'l? Kattasi Tulpor ko'l-da. Eng chuqur ko'l. Eng oxiridagi. Ana shu. Hammasi Arashanbuloq tog'iga kiradi. Hammasi. Yog'ingarchilik yaxshi. Yog'ingarchilik zo'r. Ko'z tegmas. Cho'ponlarga maza. Qor ham bu yil katta yoqqan toqqa. Cho'ponlarga yaxshi bo'libdi-da bu yil. Cho'ponlarga zo'r bo'ldi. O'zingiz Ertoshdan emas, Beshqo'ldan. Beshqo'ldanman men. Beshqo'l mana 33 ga yetmay. Ohangaron tumaniga qaraydi. 33 ga yetmaydi. Qizillimda tepada, terladi. Hozir muzdek. Shavada bo'lganiga. Shunaqa. Bitta choy qo'yay-a. Ha, Bunaqa paytda choy ichish kerak-a. Milliy choydan. Milliy choydan. Tog'dan qaytishyapti akalarimiz. Qo'zi qorin terib. Alaykum assalom. Qo'zi qorindanmi? Bormi? Qanchadan? Alaykum assalom, hormanglar. Qorong'i tushdi. Arashan ko'llarida havo harorati ham shunga yarasha. Tepada qor borligi uchun adashmasam shu 5-10 atrofida
yaxshigina sovuq bo'lyapti. Balki bundan issiqroq bo'lishi ham mumkin, lekin yaxshigina sovuq, chunki ko'p turisha olmadi. Ovqat yeb, kurtkalarni kiyib, qalin holatda tez joyimizni solib palatkaning ichiga kirib ketamiz deb kirib ketishdi. Tong otdi. Palatkalarimizni yig'ishtirib, o'zimizdan chiqindi qoldirmasdan yo'lga otlanyapmiz. Hozir endi buloqqa kirib, Arashan buloqqa kirib cho'milib, keyin manzilimizga qaytamiz. Qaynar buloq, Arashan buloq. Bu yerda nimaga Arashan ko'llari deb atalishiga sabab mana shu Arashan buloqning mavjudligi. Suv gradusi 37-38 gradus atrofida chiqadi. Qishin yozin havoni haroratiga umuman qizig'i yo'q. Mana buloqqa keldik, faqat biz tushadigan tarafni endi ochib qo'yishibdi. Bu yog'ini yopib qo'ysa bo'ladi, suvni kontrol qilish uchun. Suv harorati o'sha aytganimdek 37-38 gradus. Bu yoqdan chiqib kelyapti. Mo'jizani qaranglar, mo'jizani. Allohning mo'jizasi. Mana suv tushyapti bu yoqda. Hali to'lgani yo'q. Ba'zida suv yangilanishi uchun suvini chiqarib tashlab, yangi suv quyib qo'yishadi. O'sha holat bizga to'g'ri kelib qoldi. Nasib. Arashan buloq. Endi aytishlari bo'yicha teri tanosil kasalliklarida, allergik kasalliklarda, ya'ni teri bilan bog'liq allergik kasalliklarda ushbu buloq foyda berar ekan. Kimdirlar shu joyga kelib davo topgan. Chunki bejizga bo'lmasa kerak, chunki suv dengiz sathidan 2800 metr balandlikda, 3000 ga yaqin, dengiz sathidan 3000 metr balandlikda deb hisoblasak ham bo'ladi. Shunaqa joyda, bundan 100 metr nariroqdagi ko'l suvi juda ham muzdek, qor saqlanib turgan joyda 37 graduslik buloq bo'lishi bu bejizga emas. Shu sababdan ham balki teri tanosil kasalliklariga davo bo'lsa kerak. Kelish kerak, lekin yo'li oson emas. Mashina 54 kilometr yo'lga 4 soat vaqt sarflab yetib keladi. Shundan tasavvur qilib olsanglar bo'ladi, yo'l qanchalik mashaqqatli ekanini. Xo'sh, mana bug' chiqyapti. Havo harorati anchagina tushgan. Hozir adashmasam 18-20 gradus atrofida. Quyosh botish arafasida bu gradus yana ham tushadi. Mana suv anchagina to'ldi. Nemischa talaffuzini eshitayotgan bo'lsa kerak. Germaniyadan kelgan mehmonlarimiz mazza qilib dam olishyapti. Qanday ko'plar video olamlayman. Kelish kerak.